Oxirgi 3 yilda O'zbekistonda 5000 ga yaqin ko'p qavatli uylar qurildi. Shu sababli qurilish bozorida santexnik mutaxassislarga talab juda oshib ketdi. Ismim Timur, 15 yillik tajribaga ega santexnik mutaxassisman. Soham bo'yicha Moskva va Yevropada tahsil olganman. Hozirda 20 dan ortiq xodimlar ishlayotgan RTK Servis kompaniyasi asoschisiman. Endi esa o'z bilim va tajribalarimni o'rgatish uchun santexnika maktabini ochdim. Darslar davomida siz santexnika asoslari, duh-kontrini kotyollarni sozlash, shaxsiy rivojlanish va moliyaviy savodxonlikni o'rganib, haqiqiy mutaxassisga aylanasiz. Kursni muvaffaqiyatli tugatgan har bir o'quvchi hukumatimiz tomonidan tasdiqlangan xalqaro sertifikat oladi. Va bu sertifikat Yevropa va Isroil davlatlariga ishchi viza olishni tezlashtiradi. Va eng asosiysi bu kasb o'zimizda ham, chet elda ham yaxshi daromad keltiradi. E'tibor bering, kursda faqat 20 ta o'quvchi o'qishi mumkin. Darslar Samarqand shahrida bo'lib o'tadi. Viloyatdan kelgan o'quvchilar uchun yotoqxona va 3 mahal issiq ovqat ta'minlab beriladi. Agar siz kuchli mutaxassis bo'lib, kelajagingizni ishonchli kasb bilan qurmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi link orqali ro'yxatdan o'ting.